Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim kapuska go'sht turumli. Oldi bilan asos material va xuruchlarni tunishtirib o'tmoqchiman. Asos materiallari: kal go'shti 400 gram, bir dona kapuska, bir bosh piyoz, tuxum, bir dona, pomidor, oshkuki, yumshatilgan guruch, xuruchlardan tuz, oqmuch, qarmoch, sira, seriq may, pomidor qiyami, oqshorpa qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Oldidan bu go'shtni ushshaq to'g'rab olamiz. Biz bu go'shtni to'g'rab oldik. Go'shtni qaytadan yumshoq chanib olaylik. Biz endi go'shtni to'g'rab oldik. Arqadan biz piyozni ushshaq to'g'rab chanib olamiz. Piyozni yumshatib oldik. Go'shtga solamiz. Ondan bu yumshatilgan guruchni solamiz. Guruchni silib, qiymaga tuzni bir bol qo'shib, zira yarim bol qo'shib, oqmuch oz miqdorda qarmoq solamiz. Aralashtirib, orqadan tuxumning iqidan biroz qo'shib olamiz. Bu qiymi tayyor bo'ldi. Biz endi qozonga suv quyib, qaynagan jarliqda kapuskaning jurikini elib o'tamiz. Jurikini mushunday elib o'tamiz. Endi qozon qayndi. Qozon qaynagandan keyin dum qo'yamiz. Qozonga biz kapuskani silib olib, biroz qaynataydi. Kapuskani chalib tushirib, tashposini birdan-birini ajratamiz. Kapuskaning ichki qismini yupurmoqlari nihoyatda kichik chiqib qoldi. Shuning uchun biz uni ishlatmaymiz. Kapuskani biroz qaynatib, chalib tushirib, ondan suzamiz. Buni mo suzib olib olaylik. Ondan kapuskaning o'ttir tumurini biz shulib elib o'taydi. Shulib elib o'tmasak, turish biroz qolaysiz bo'lib qoldi. Bu o'ttir tumurini elib o'tmasak, go'sht turgan vaqtda sunib ketib, yaxshi turilmaydi. Bu qiymini kapuskaning ichki qismiga elib turib olamiz. Buni shunday tursak bo'ladi. Ikki tarafini purib ichiga tiqamiz.
Biz endi kapskuni turib oldik. O'choq o't yoqib, biroz may quymiz. May tushish orliqda biroz boshpiyoz to'g'ri olayli. Boshpiyozni to'g'rab oldik. May tushida boshpiyozni silib, mizlik puroq chiqqandan keyin pomidor qiyamdan 1,5 balqush solamiz. Aralashtirib oqshorib qo'yamiz. Oqshorib qo'yib qaynagandan keyin tuz 1 bal qo'shiq, oqmush 1,5 bal qo'shiq, qarmoch, arqidan seriq maydan biroz solamiz. Qaynagandan keyin bu turib olgan kapuskini solamiz. Bir taldan yetlik tizib solamiz. Qozon qaynagandan keyin naytib bo'sh o'tda dumlaymiz. Bo'sh o'tda 15 minut atrofida dumlagandan keyin bu turmal pishib chiqdi. Turmal pishgich orliqda bu taqsiga pomidorni to'g'rab bizib olayli. Oshkugut bizib, qizil turibda sho'xi sanchilgan guldumirni qo'yib olayli. Vaqtni to'shabdi, qarab boqayli. Turmalma tayyor bo'lib qopti. Taqsiga bir taldan elib ratlik tizaymiz. Arqidan ustiga yuzining sho'rpisidan takshi biroz chechib iste'mol qilsak bo'ladi.